Дорогие мои подписчики, assalomu alaykum. Obunachilar, do'stlar, og'aynilar, birodarlar. Qandaysizlar? Salomatchiliklaring yaxshimi? Bugun men o'z uyimda mana bog'imdagi olma bog'dagi shira kasalligini ko'rib qoldim. Shunga qarshi 100 grammlik xlorofos degan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan nimadan preparatdan suyuqlik emulsiyasini olib keldim. Hozir obrobotka qilib bo'ldim. Mana shu nimalarni, olmalarni. Bugun sepib qo'ydim, ertaga endi qani nima qilamiz, ko'ramiz, tekshiramiz. Mana hozir qanday nima qilsa ko'rinadi bu yaxshi. Shira mana shunday nima qilingan. Pomidor, shular qatori mana pomidor, bodring naryoqda. Pomidor bolgarskiy, kapusta, karam, hammasiga, kartoshka, hattoki kartoshkagacha hozir apreska qilib purkab chiqdim, sepib. Uzumlar mana, uzumlar hali qattiq sovuq bo'lgan yili tepasidan qurib ketganligi sabab endi mana tagidan yana boshqatdan chiqarib nima bo'lyapti. Hosil olmaniki o'rtacha. Bu olmani formasiga qaraganda unchalik nima qilmaysiz. O'tgan yilgi nimada o'tgan yili erta bahorda bu yil nima qildim, kesdim. 3 yil badalida ekib qo'yganim baravar nima qilgan sababi o'zim Rossiyada bo'lganligim sabab bu olmalarga forma berish, qishki abreskasi, letni abreska, yozgi abreskalari bilan birovda nimasi bo'lmagan. Mana shu sabab shunaqa formaga kirib qolgan. Olmada o'zi aslida lider shox, o'zgargan lider shox deyiladi. O'shunday lider shoxli bo'lish kerak. Bu meniki mana olma endi yil o'tgan sayin sekin to'g'rilab borishga harakat qilaman. Hozirgi davrda olmalar, danak mevalilar, urug' mevalilar, olma, urug' mevalilar asosiy lider shox qo'yib kesiladi, abreska qilinadi, forma beriladi. Shaftoli shunaqa nimalar, danak mevalilar asosiy orasi ochiq, vazasimon, kosasimon shakl beriladi. O'rtasi ochiq bo'lish kerak, orasidan havo aylanib shunday nima qilish kerak. Olmani ahvoli mana shu darajada. Hozir endi bunga shira tushganligi sabab men bugun bunga obrobotka qilib chiqdim. Mana Makka jo'xori ekkanman tagiga. Buni ham boyagi xlorofos degan narsa bilan obrobotka qilib chiqdim. Olmani sorti 3 yillik nima daraxt bu. Ekib qo'yib ketgan baravar birov bunga qaramagan, formasi bilan, abreskasi bilan birovda ishi bo'lmagan, mana shu ahvolga tushgan. Bu 200% o'zimda ayb deb bilaman. Ayb o'zimdan o'tgan 200%. Mana olmani sorti eski haligi nima sort bo'ladi. Stakan olma deydi, kandil sinapmi? O'shunaqangi nima. Mana shirani bosgani. Oho! Shirani bosgani. Bugun obrobotkasini qildim. Olma daraxtlarim mana shu ahvolda. Hozir mevalari bor. Mana shunaqangi holat. Вот у меня несколько штук яблони, да, дерево, плодовые дерева, да, яблоко. Здесь основное яблоко. И это, как называется вот это? Персик тоже есть. Смотрите, mana, qarang. Buni nimasini? Shirani. Tля уже. Tля, вот, смотрите, тля. Сегодня опрыскивал вот это яблоко, да, дерево. Вес опрыскивал на 10 литров 20 граммов этих хлора, как называется вот это хлора? Что ли, я не знаю. Вот Арабжан mana qada. Xuddi mana shunaqa chirish. Гнил. Смотрите. Вот
гниется-да. Она молодая еще. Вообще гниется, смотрите. У нее плоды. Gniyotsam, va. Смотрите. Mana tagidan nima bo'lyapti-da, Orifjon, hech qachon bunaqa nimani kasallikni ko'rmaganman. Такого болезни вообще раньше я не видел нигде. Поэтому интересно, смотрите. Интересно, что за болезнь, а? Что за болезнь? Вот. Смотрите. Ana. Mana shunday bo'lib, qurib, chirib, nima bo'lyapti mana. Mevani o'zini ko'ring-da. Mevani o'zini. Mana. Mana. Hozir olyaptimi, yo'qmi? Mana. Mana. Гнил, смотрите. Chirishda chirish. Chiriyapti. И to'kilyapti chirib. Buni rosa nima ham bosgan, shira ham bosgan. Tля тоже есть здесь. Вообще тля тоже есть. Только что полчаса назад я опрыскивал этим хлорофосом. Я покажу это лекарство тоже. Каким использовался я. Qanday nima bilan preparat bilan foydalandim hozir ko'rsataman idishini ham. O'sha nima bilan обработка qildim, опрыскивание qildim. Hozir buni nima qilamiz? Mana o'sha qurishni boshladi mana nimasi. Hozir 1 soat, yarim soat, 1 soat ichida o'sha effekti nima qilyapti? 10 litr suvga 20 gramdan qildim. 10 litr suvga 20 gramdan qildim. Mana shunaqangi ahvol. Agorodda Makka jo'xorini ham boyagi preparat bilan shunday tepasidan bir siyra sepib chiqdim. Haligi bir yillari ko'rgan edim, hozir bormi yo'qmi u nima mana nimasida Makkani stvoliga kirib qurt bo'lar ekanda, mana shuni ichida. Mana shuni ichida qurt bo'lar ekan, mana shuni ichida chiritar ekan keyin. Makka sinib o'zidan o'zi yarimta bo'lib qurib anday bo'lar ekan. U narsani ko'rganman. Kechki Makkada ko'rganman, to'g'rirog'i. Baribir обработка qilib qo'ydim. Bir qator purkab qo'ydim. Mana onorlar endi nima qilyapti? Ko'karyapti. Onorlarni bu yil ekkanman. Yangi nimasini. Ko'chatini, kartoshka mana gulga kirib boshladi. Bunga ham sepib qo'ydim. Bir siyra purkab qo'ydim boyagi nimadan. Ximikatdan, preparatdan sepib nima qilib qo'ydim, purkab qo'ydim. Endi shunaqangi gap so'z. Hozir ilmiy tekshirish institutida Jo'rayev Orifjon degan bola bilan Toshkentda birga o'qiganman. O'sha odamga buni suratini olib narigi chirishdi. Jo'natishim kerak. O'sha odam bu nimani mevali daraxtlarda doktori bo'ladi, professordan ham kuchli bo'lsa kerak u bolalar endi. Hozir mana u super fos ekan, xlorofos emas, super xos 60% ekan. 60%. Agro Gold deb qo'yibdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Mana shu narsadan har 10 litriga 20 gramdan qo'shib опрыскивать qilib qo'ydim. Mana shu daraxtlarni. Endi ko'ramiz. Indin effektini ko'rib turib, unga qarab keyin ish tutamiz.